Erkak kishi boshqa bir erkak bilan gaplashayotganda doim gapiga javob berishini bilib gapiradi. Chunki madaniyatli bo'lmasligidan qat'iy nazar yuziga yeb qo'yish xavfi borligini tushunadi. Bu parlamentda bo'ladimi yoki ko'chadami? Farqi yo'q. Internetda bir video bor. Germaniyada bir ayol kishi rusmi yoki ukrain yigitga yopishib olgan. Yigitga tinchlan deyishsa ham ayol kelib uning yuziga tarsaki tushiradi. Yigit esa javobiga shunaqa tarsaki qaytaradiki, ayolning miyasi perezagruska bo'lib ketadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ayol kishi hech qachon jismoniy kaltak yeyishdan qo'rqmaydi. Shuning uchun ham o'ziga kelganini qaytarmaydi. Tormozi yo'q. Erkaklar bir-biriga ayollar aytadigan haqoratlarni ishlatganda edi, har kuni, har soatda pichoqbozlik bo'lib ketardi.